Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan Bestondan 630 BLV sovutgichini ko'rib chiqamiz. Sovutgichimiz umumiy 506 litr hajmga ega bo'lib, UAP tizimi bilan jihozlangan. Boshqaruv paneliga keladigan bo'lsak, sensorli displey orqali boshqariladi va bunda 4 ta rejim hamda 2 ta funksiya mavjud. Displeyni ishga tushirish uchun Mode tugmasini 3 soniya bosib tursangiz, qulfdan chiqadi. Boshqaruv displeyi 4 ta rejim hamda 2 ta funksiyadan iborat. Birinchi rejim Smart. Ushbu rejimda muzlatgich atrof muhit haroratiga qarab avtomatik tarzda o'z haroratini nazorat qiladi. Bu rejimning eng qulay taraflaridan biri vaqt va energiya tejaladi va haroratni qo'lda kiritishingiz shart emas. Keyingi rejimimiz bu Super Cool, ya'ni tez sovutish rejimi bo'lib, mahsulotlaringizni tezroq sovutish kerak bo'lganda yordam beradi hamda 2 darajada ishlaydi. Keyingi rejim Super Freeze, ya'ni tez muzlatish rejimi bo'lib, mahsulotlaringizni tezroq muzlatish kerak bo'lganda yordam beradi hamda -25 gradusda ishlaydi. Oxirgi rejim Holiday, ya'ni ta'til rejimi. Ushbu rejimni siz oilangiz bilan ta'tilga ketayotganingizda yoqib ketsangiz, muzlatgich haroratni avtomatik tarzda o'zi tanlaydi. Funksiyalarga keladigan bo'lsak, birinchi funksiya Fridge Select, ya'ni sovutgich bo'limining haroratini nazorat qiladi va 2 darajadan 8 darajagacha ishlaydi. Ikkinchi funksiya esa Freezer Select, ya'ni muzlatgich bo'limining haroratini nazorat qiladi va -2 gradusdan -25 gradusgacha ishlaydi. Sovutgichimizning ichki qismiga keladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek UAP tizimi hamda metal cooling paneli bilan jihozlangan. UAP tizimining vazifasiga keladigan bo'lsak, havodagi bakteriyalarni o'ldiradi, ortiqcha hidlarni ketkazadi va mahsulotlaringizni yangidek saqlashga yordam beradi. Sovutgichning ushbu qismida yuqori darajadagi namlik talab qiladigan mahsulotlarni saqlashingiz mumkin. Masalan, ko'katlar va mevalar. Bu yerdan esa namlik darajasini nazorat qilsangiz bo'ladi. Muzlatgich bo'limiga keladigan bo'lsak, 3 ta qavatdan iborat. Birinchi qavati maxsus Freeze Fresh tizimi bilan jihozlangan. Ushbu tizimning vazifasi mahsulotlar muzlaganda ham uning sifatini saqlab qoladi. Yangi mahsulotlarimiz haqida doimiy boxabar bo'lishni xohlasangiz, Bestonning Instagram sahifasiga obuna bo'lishni unutmang. Beston, oilangiz eng yaxshisiga munosib.